Bugun eng baxtli kuning seni, ham bizning baxtli loyihasi tushdi. Tabriklayman. Qara, senga ajoyib sovg'a kelgan. Endi u kimligini bilmayman. Senga hozir savol beraman, balki topishing mumkin. Balkim o'sha mehmon orasidadir. Balkim Xudo tarafdandir. Yo'q, menga qarasa. Balkim Xudo tarafdan sovg'agandir. Yoki birinchi muhabbatingdan kelgan bo'lishi mumkin. Bilmayman endi kimdandir keldi sovg'a. Kimni o'ylaysan, qani? Yana. Sen o'ylaysanmi? Mardonjon. Yana kim bor? Safar aka bor. Aha, yana. Muhammad Samadov bor. Yo'q, yaxshi. Xudo tarafdan o'ylamaysanmi? Nimaga? Seni jondan yaxshi ko'rishing. Nega o'ylasang? Xo'p, lekin haqiqatan sen tanladim. Bitta topding. Sening ajoyib shogirding Mardonjon. Yoshlikdan tayyorlagan ekansan kelishga. Keyin akaxoning Safar akajon. Seni juda yaxshi ko'rar ekan. Agar malol bo'lsa, shular sovg'asini berib o'tamiz senga, ma'lummi? Bular senga ajoyib. Mana bu to'nda olishgan. To'nda olishdan sababi bu to'g'ri, oddiy savol ko'rish mumkin, lekin o'zbeklarning eng ajoyib savdosi. Bir-biriga qadrlarini mehmonxonada bu. To'n yopish deydik o'zimizda. Sharpa taqdim etamiz. Marhamat. Sharpalar muborak bo'lsin. Keyin aytishdi. Kuyov bolaga keyin yana nima kerak bo'ladi? Kuyov bolaga faqat biroz vaqt kerak bo'ladi va o'ziga qaralishi narsa kerak bo'ladi. Senga ajoyib o'zining parfyumini taqdim etishdi. Aslida foydali juda ishlayapsan. Seni juda tabriklayapti. Endi mana shu shogirdingga, akangga nima deysan? Rahmat, Mardonjon, Safar akajon. Mana niyatlaringiz yetdilar akajon. Shohjon kutganimiz, kutmaganimiz to'yingizni. Yana bu hammasi emas. Bu ukaxoning, akaxoning yana bitta gul berib Bu gulda kelin uchun dedi. O'zing borib topshirasan, ma'lummi? Bu mana gul senga. Senga berishdi. Mana shu aka-ukachiliging uzilmasin, bardavom bo'lsin. Bu kelin uchun bo'ldi. Hammaga rahmat aytamiz. Shohjon, qo'shaqaring.